Shayton qayoqqa vasvasa qiladi? Kelib qulog'ingizga hech shayton gapirganini eshitganmiz? Shayton ko'ngilga hujum qiladi. Qalbga hujum qiladi. Qalbda shaytonning nasibasi bo'ladi. Inson shaytonning aytganini qilgan sari shaytonning qalbdagi nasibasi yiriklashib boradi. Shaytonning nasibasi yiriklashgan sari shayton quvvat olib boradi. Yangi hiyla, yangi gap, yangi yomon ishlarni sizga buyruq qiladi, siz itoat qilib ketaverasiz. Lekin siz yo'lni boshidan boshlab to'xtasangiz, shaytonning nasibasi oz bo'ladi, vasvasasi kamayadi. Siz zikr qilib Allohni eslagan saringiz u qurib boradi. Shuning uchun tasavvufda qalb bilan zikr qilish bor. Odatda Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh deb ketaverasiz.